Assalomu alaykum. Biz bemorlarimizga regenerativ muolaja o'tkazgandan keyin juda ko'p tavsiyalar beramiz. Ularning ichida eng asosiysi ortopedik mashqlarni bajarib yurish. Va bu qanday bo'lishini sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Chanoq son bo'g'imidagi muammolar, ya'ni osteoporoz, koksarteroz hamda osteonikroz paytida eng yengil va yaxshi natija ko'rsatadigan mashqlarni ko'rsataman. Bulardan birinchisi mana chanoq son bo'g'imida rotatsiyani qilish. Mana bemor uyida mana shunday ochib, yopib, mana shunday o'rmatda qiladi kuniga 3 mahaldan. Mana ikkinchi tomonini ochib, yopib, og'riq mana bu yerda og'riq bo'lguncha ochiladi. Ozgina og'riq boshlangandan keyin to'xtatadi va bu sekin-sekin qilinadi. Ikkinchi mashqimiz tizzani bukib yorish. Bu ham chanoq son bo'g'imiga foydali bo'ladi, hamda tizzadagi muammolarga foydali. Va bu har bir mashqlarni 3 ta podxoddan qilish kerak bo'ladi. Kuniga 2-3 mahal qilinsa, bo'g'imlarga, organizmga zarar yetmaydi. Endi 3-chi mashqimiz ochib yopish. Buni ham 10 tadan 3 ta podxod qilinadi. Keyingi mashqlarimizdan biri ham chanoq son bo'g'imi hamda tizza bo'g'imiga yengil hamda yaxshi ko'rsatkichni beradigan mashqlardan biri. Mana boshlaymiz. Asosan bu tizzadagi gonartroz, osteoartroz, mis jarohatlarida yaxshi o'zini faoliyatini ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni bir oyoqni ikkinchi oyoqqa qo'yib turib, boshlanishida 10 sekund, 20 sekund kuch bo'lguncha, og'riq bo'lguncha ushlab turiladi va bu tepadagi chanoq son bo'g'imida mishsalari, ya'ni mushaklarini hamda tizza bo'g'imi mushaklarini ushashga, faoliyatini yaxshilashga olib kelinadi va ikkinchi endi oyoqni qo'yamiz va buni ko'tarib, buni ham 10 martadan 3 ta podxodda qilinadi. Keyingi mashqimiz esa hozir yonimizda yo'q, 500 gram, 1000 gram qopchalar qilib olamiz. U misol uchun oddiy o'zimizni qumdan yo tuzdan qopchalar qilib va oyoqqa osib qo'yamiz va bu og'irliklarni sekin-sekin kattalashtiradi. Ya'ni bu yerga qo'yiladi va shuni ko'tarib, tushirib mashq qilinadi. Hammamiz bilgan, ya'ni velotrenajyor bilan shug'ullanish, ya'ni bizani tizza va chanoq son bo'g'imlarimizga og'irlik tushirilmaydi. Bu velotrenajyor bo'lish shart emas. Mana bemor o'zi yotgan holatda bemalol oyog'ini velosiped haydagandek qilib, shu yengil 3 ta harakatlarni kuniga 3 mahal qilsangiz ham natijasi xudo xolasa yaxshi bo'ladi.